Ye, vermishilkanlar keldingmi? Ye, bu kim? Bular Hikmat aka Buxorodan mehmon. Ye, sonday mehmon keladimi? Ye, gap yo'q. Mehmon otangdek ulug'. Bir mehmon qilaylik Hikmat akamni. Hikmat akam to'riga o'tirg'iz. Zabish qilibsan. Singilcha, shu restoranning eng zo'r ovqatlardan bering shu mehmonimiz maza qilsin, ha? Mehmonjon, endi nima ish qilasizlar bo'lmasa? Shu boyakalar ichadigan choy, Ahmad choyini dilerim. Ahmad choyini dillarmisiz? Kimni olib kelding, jo'ra? Maza qiling. Voy, vobshe yomon qilibdi-yu, ha? Ja, buncha mehmondorchilik kerak emas edi aka. Mehmon, unday demang. Har doim ham kelyapsizmi? Bir mehmon qilaylik dedik-da bu menga. Vobshe zo'r bo'libdi, ha, jo'ra? Shotmi? Mana shunday hojatxonaga borib kelay, hozir 5 minutda kelaman. Bular telefon. Hozir kelaman. Alo. Stol ustida zubasiska yo'qmi? Qayerda bor zubasiska? Shotni o'zidan bilib to'lasin-da. To'lasa kerak, Ahmad choyini dileraman dedi-ku. To'la. Yaxshi ham stol ustida zubasiska yo'q ekan-ey. Mehmonimiz shotni to'lab olsin-da, ishqilib. Qizlar, ana 13-chi stolni ko'rib oringlar-da, shotni to'ladimi ekan. Srosh. Yaxshi o'tirdinglarmi? Rahmat zo'ramas. O'zi to'layapti. Ha, to'layapti. Aka, kamchilik bo'lmadimi? Yaxshi o'tirdingizmi? Rahmat emas. Bugun shot to'lamaysiz aka. Bugun biz mijozlarimizga Garazon 2-filial ochilish munosabati bilan pul olmaymiz. Nima deyapsiz? To'laymiz. Mehmon. O'zim to'layman. Men to'layman. Keldim Buxorodan mehmonim. Yo, men to'layman, jo'ra, qo'y. Agar bolalar juda xijolat bo'lsangiz agar, mayli to'layveringlar bo'lmasam. Erkakmisiz? Bitta gapiring. Tushundingizmi? Bitta gapiring. To'lamaysan dedingizmi? Endi qilsing-da, ya.